Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Endi sizlarga bu panoni hikoyasini aytib beradigan bo'lsam, bu narsani men Ruslarning profilida 6 oy oldin ko'rib, ukamni tug'ilgan kuniga qilib beraman deb niyat qilib qo'ygan edim. O'zim ijodkor bo'lganim uchun bu narsa men uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi deb adashgan ekanman va o'zimni opitim bilan bo'lishmoqchiman. Orqa fonidagi qog'ozini, yozuvlarini, svetlarini Xitoydan zakaz qildim. Ramkasini kargosi og'ir bo'lgani uchun o'zimizdan oladigan bo'ldim. Ularni ham o'zimizdan olganim arzonroq tushar ekan. Lekin qog'ozimni razmeri katta bo'lgani uchun Xitoydan kechikib keldi va tug'ilgan kun sanasiga ulgurmasdi. Shu sababli qog'ozni ham o'zimizdan zakaz qildim. Menga kerak razmerda bo'lmagani uchun ingichkasidan tanladim va ikkiga bo'lib yopishtiradigan bo'ldim. Opitim kamlik qilgani uchun yopishtirishga juda ham qiynaldim va buzib qo'ydim. Uni og'rig'ini so'z bilan tasvirlash juda ham qiyin. Men hozir oson aytib beraman, lekin o'sha payt qabul qilish juda ham qiyin bo'ldi. Va men haqiqiy ayol kishi sifatida o'tirib yig'ladim. Shu payt kargoim ham kelib qoldi. Odatda kargoim kelsa juda ham xursand bo'lib ketaman, lekin shu payt umuman qo'ynimga sig'madi. O'zimga sumka va bolalarimga oyoq kiyimi kelgan ekan. Bu muammoga qanaqa yechim topganim va yana qanaqa muammolarga duch kelganim haqida keyingi videoda bo'lishaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima qildim?